Gul gulxonaga kirdik. Normalniy gul ham yo'q. Oldindan gul olib qo'ymagan ekanman o'tgan martagidek. Normalniy bo'lsa mana shu ikkalasini oldik. Chiroyli gul bo'lsa kerak. Suv olaylik, bular suvsaydi, tamom ketamiz. Menga qaranglar. Eng yomon ko'rganim bir joyga kechki borish. Tim bo'lib mana konsert, bunaqa joylarga kechki bo'lmaydi. Hurmatsizlik hisoblanadi. Sal kechikyapmiz menimcha. Vроде kechikmaymiz ham. Prям yetib boramiz. Sal oldinroq borsa yaxshi edi. Oldinroqdan joy olamiz. Yasmin shoshma, mashina kelyapti. Shoshma, mashada tur ekanlar. Gul bilan to'sishimni qaranglar yo'lni. Chiqmaymi ona? O'zi olib chiqyapti-ku. Xudoga shukr keldik. 15 minut vaqtlik anaqa qolganda keldik. Voy, muzikalar bo'lib yotibdi, boshlanganmi? Hay, kiringlar. Xudoga shukr. Thank you so much. Programmani listi, Imonani qachon chiqishini shu yerdan ko'ramiz. Mana bu Kenina maktabimizning direktori. Mehmonlar yig'ilgan. Mana sekin asta hamma joylashyapti. Zo'ra? Mana bu xitoylik bolacha Imona bilan after schoolga boradi. Ular уже konsertini o'tkazib chiqib ketishyapti.
Rasmga tushiradi. Qaranglar, yana sertifikat berishdi. We'll have you two stand together. Natalie, Aria, Kate, or not Kate, Sperry. Natalie. Bolalar sovg'alar olishyapti. Jonim qizim, congratulations. Berchi sertifikat of. Wait. Yes. Wait. Yes, let's go. Direktorimizga sovg'alarimizni bermoqchimiz. Mr. Benjamin, this is for you. Thank you so much for everything. Thank you. Oh, sorry. Shu paytda Yasminamizni tualetga kirgizib qoldi. Men yuzimni qaranglar qanaqa so'rayapti. Ko'zingga bunday mana. Ko'zingga. Shining brightening girl. Are you ready? Mana qiz qaranglar. Yey, mana Imonaxon sertifikat oldi, kelinglar ko'rsatamiz. Imona Sadiqova 2026-yil Spring ketdik. Mana shunaqa chiroyli gullar bilan, yaxshi kayfiyat bilan sertifikatlarni qo'lga kiritib, sorry bolam. Juda ham zo'r kayfiyatda, xuddi o'zim chiqib pianino chalib, o'zim sertifikat olgandek xursand bo'ldim. Har holda bolam oldi buni va Imonani yutuqlari bu meni mehnatlarimni evaziga tatayotgan mevam deb bilaman. Chunki sovuqda ham, issiqda ham qizimni pianinoga olib boraman. Agar videoimni qo'shnimiz Mayopam ko'rayotgan bo'lsalar, Mayopajonimga katta rahmat. Chunki Mayopam uylarida turgan pianinani berdilar va ana shu pianinani qizlarim bekorga o'ynab sindirib buzib yormasin, foydalanib olaylik deb pianino maktabiga berish ideyasi paydo bo'ldi. O'zi meni bolaligimdagi orzuyim edi pianino chalishni bilish. Afsus, ota-onam ahamiyat qilishmagan. Bundan xafa emasman. Demak, menga emas, meni farzandimga nasib qilgan. Men erisha olmagan yutug'iga, men orzu qilgan yutug'iga farzandim erishsa, o'zimga nasib qilgandan ham ko'ra ko'proq kattaroq baxt bu. Sababi Amerikada shunaqa bir nufuzli mamlakatda meni farzandim pianino chalib yutug'larga erishishi bu tushuntirib bo'lmaydigan baxt. Konsertdagi holatlar bo'yicha sizlarga hozir emotsiyalarimni gapirib bermoqchiman. Mana bu qiz, mana shu. Videoda ko'rgan bo'lsalaringiz, bitta bola, kattaroq bola, juda ham chiroyli Beethovenni yana qanaqadir katta asar chaldi u. Unaqa kichkina muzika emas edi, katta asar chaldi. Men yaxshi ko'rgan muzikani chaldi. Aynan shu bolani anaqasini chalgan momentlarini to'liq videoga oldim. O'shani maza qilib eshitayotganimda Yasmina qulog'imga shivirlayveradi-da. Hali suv so'raydi. Bolalarga qiziq emas-ku, zerikadi tim bo'lib. Hali suv so'raydi, hali qulog'im tagiga 26 do'radi, 36 deb. Nima demoqchi bo'ldi bu qiz bilmayman. Xullas, maza qilishimga ozgina xalaqit berdi. Nosho'qin qilmadi, odob bilan xalaqit berdi. Ya'ni boshqalarga emas, faqat o'zimga xalaqit berdi. Xullas, maza qilib chiqdik, direktorimizga gul va shokolad olgan edik, uni sovg'a qildik. O'lamanki xursand bo'ldi. Imona, agar buni oldingi videolarimda aytgan bo'lsam, konsertga 1 oy qolganda o'qituvchisiz qoldi qizim. Qizim Miss Efrat degan, Efrat xonim degan ayol qiz o'qituvchisi edi. Bu yoqdan ketamiz, qizim kela qol. O'zini diplom zashitasimi, qanaqadir muhim ishi chiqib qolgani uchun maktabdan ishdan ketishga majbur bo'ldi, ya'ni o'zini ishi bilan. Xullas. Biz bilan o'sha ketadigan kuni xayrlashdi, oldindan ogohlantirmagan edi. Bu men uchun ham takoy bir g'amgin holat bo'ldi. Xayrlashga tayyor emas edim. Okey, hammasi yaxshilikka. Keyin Efrat xonim ketgandan keyin o'rniga yoshi katta, rus tilida gapiradigan qariroq kampir desam bo'ladi, keldi ishga. Biz bir kun darsga qatnashdik u ayol bilan, direktor bilan yozishganimizda tushuntirdim. Agar yangi o'qituvchi qizimga yoqsa, qizimga to'g'ri kelsa, men roziman dedim. Xullas, Imonadan so'rasam, Imona qarshi emas edi.
it's okay mami bo'ladi, men roziman shu o'qituvchi bilan shug'ullanishga dedi. O'zimga yoqmadi chunki takoy o'tirib olib erinib dars o'tdi birinchi darsida. O'sha men aytdim yo'q, qizimga u Efrat xonim bilan kulib, qiziqib bir-biri bilan hazil-huzul qilib dars o'tardida. Shunchalar hazil bilan dars o'tganiga voy be careful. Shunchalar hazil bilan dars o'tganiga kulishib dars Imona qatnashardi. Men aytardim, bu o'qituvchi bilan Imona hech narsani o'rgana olmaydi. Quruq gaplashib kulib o'tiradi ikkalasi derdim. Lekin shu qizni mehnati Imona shunchalar yaxshi o'zlashtirdi va bundan oldin mana to'liq 1 yildan beri Imona hozir pianinoga qatnashyapti va 1 yil ichida 2 marta sertifikat oldi qizim. 2 marta konsertda qatnashdi. Bu juda ham yaxshi natija qizim uchun. Imonaxon o'tinglar. O'ta qol bolam, yes be careful. Xullas, u o'qituvchiga anaqa qildim, qarshi bo'ldim, lekin direktorga chiroyli qilib tushuntirdim. Yangi o'qituvchi bilan hammasi zo'r, menga yoqdi o'qituvchi, lekin u o'qituvchi menga emas, qizimga yoqish kerak. Uzr so'rayman sizdan. Qizim bilan yoshroq o'qituvchi shug'ullanishini xohlayapti deb qo'ydim. Shunga yaqin gaplar yozdim va hozircha boshqa o'qituvchi yo'q, nima qilamiz deb direktor ikkilanuvdi. O'zing darsga o'tsang-chi degan fikr berdim. Direktor endi u direktor bo'lgani uchun o'sha maktabda uni soatlari qimmat bo'lgani uchun tushuntirdi. Meni ish soatim qimmat, dars o'tishim dedi va men rozi bo'ldim. Hozircha bir oyga to'liq qilib, yana qo'shimcha darslar olib, ortiqcha pullar berib Imonani shug'ullantirdik. Imенно shu konsertga qizim to'liq to'g'ri yaxshi tayyorlanishi uchun. Qizing tayyor hammasi, xavotir olma desam, yo'q dedim. O'zing shug'ullangin, biz ortiqcha pul beramiz, roziman. Qizim mukammal tayyor bo'lishini xohlayman dedim. Men hamma narsa ideal bo'lishini xohlaganim uchun Imona ham o'ziga bo'lgan ishonch bilan chiqib, shaqillatib, pianinoni chalib, chiroyli kayfiyatda bo'lishini xohladim. Mana o'qituvchisiz ikkilanib, dovdirab, nima qilishni bilmay shunaqa bo'lib qolmasin degandim. Va xudoga shukr, hammasi ko'nglimdagidek bo'ldi. Direktorimiz rozi bo'ldi, pulini to'ladik. Imona mana konsertni o'tkazdik. Endi kelasi oydan yo boshqa o'qituvchi olamiz, yo dadamiz direktorni o'zi o'taversin, qimmat bo'lsa ham pulini to'laymiz dedilar. Xullas, mana shunaqa gaplar. Mana shunaqa konsertni chiroyli o'tkazdik. Imonaga tabriklaringizni kommentariyalarda kutib qolamiz. Oldindan rahmat, agar yaxshi kayfiyat beradigan ijobiy izohlar yozsalaringiz. Va biz metroga keldik. Metroga tushamiz, yuzim shunaqa yaltirab zo'r turibdi. Menga koreyskiy anaqa jo'natishgan, fiksatormi nima deyiladi, mana bu meykapni ushlab turadigan sprey. O'rtoqlar, hammasi zo'r bo'ldi. Bitta xato qilamiz. Qaranglar, o'zim bilan sumkaga Imonani oyog'iga kiydirgani, chiroyli tuflilar olgan edim. Oyoq kiyimini almashtirish esimizdan chiqibdi, Crocsda chiqqan. Ey jonim, it's okay. Hech kim marhamat ham qilmagandir, ya. Chetdan yur, chetdan. Hey! Bularga pizza yediramiz. Pizza yeymiz, ya? Yasmin, bismillah deb yegin. Futbol ko'ryapmiz. Jahon chempionatini kim ko'ryapti? Kommentariyada yozinglar.